O'rtoqlar, bugun yarim final O'zbekiston terma jamoasi Misr terma jamoasiga qarshi, Salahning Misriga qarshi yarim final doirasida bahs olib boradi. Endi ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, bu qanaqa yarim final deb. Bu O'zbekiston terma jamoasining FIFA kunlariga, noyabr oyidagi FIFA kunlariga bag'ishlangan kichik turniri va unda 4 ta jamoa qatnashadi. Eron, Cabo Verde, Misr va O'zbekiston terma jamoasi. Eron bilan Cabo Verde kecha bahs olib bordi va Eron penaltilar seriyasida yutib, finalga chiqdi va ular ikkinchi finalchini kutmoqda raqibini. Va bugun O'zbekiston terma jamoasi soat 21:00 da Misrga qarshi bahs olib boradi. Yutgan finalga chiqadi. Agar biz yutsak, forslar bilan finalda bahs olib boramiz. Yutqizsak, Cabo Verde bilan 3-o'rin uchun bahslaymiz. Albatta biz 1-o'rinni kutib qolamiz. Albatta hozir Misrni yutish kerak bu yo'lda. Misr qiyin jamoa, Salahning Misri bilamiz doimo bizga noqulay raqib bo'lib kelgan. Va bugun yutishga harakat qilamiz. Terma jamoamizning formasi yaxshi, futbolchilarimizning ham formasi yaxshi. Shomurodovning formasini bilasiz, Turkiyada qanday o'yin ko'rsatyapti. Husanov kelgan va optimal formada hozir qaysidir ma'noda va yutishimiz kerak bo'lgan o'yinlardan biri. Ushbu uchrashuvni qayerda kuzatamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Ushbu o'yinni profilimiz biosida joylashgan Telegramdagi kanalda jonli efirda kuzatishingiz mumkin. O'yin 21:00 da boshlanadi. Va yana bir eslatma, men bilan video olagan Futbol olami kanaliga ham obuna bo'ling. U yerda futbolga oid yangiliklar, xabarlar va shunga o'xshash videolar qo'yib boriladi.